Bugun mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarini jadal rivojlantirish hamda aholi turmush farovonligini oshirish, har bir sohada rivojlanishni jahon standartlariga moslashtirish, yurtimizning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini yuksaltirish yo'lida bir qator ishlar qilinmoqda. Bu borada har bir davlatning o'z oldiga qo'ygan asosiy vazifalari qatorida ichki bozorni sifatli va xavfsizligi texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi me'yoriy hujjat talablariga javob beradigan mahsulotlar bilan boyitish muhim masalalardan biri sanaladi. Shuningdek, texnik jihatdan tartibga solish tizimlari orasida tayanch yo'nalishlardan biri sanalgan standartlashtirish sohasini rivojlantirish dolzarb ahamiyatga ega. Bugungi lavhamizda O'zbekistonda mahsulot va xizmatlar sifatini xalqaro darajaga chiqarishda ISO standartlarini joriy etish qay darajada amalga oshirilayotgani, eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar uchun ISO standartlarini joriy qilish jarayonlari haqida standartlashtirish ilmiy tadqiqot bo'limi boshlig'i Javohir Ahmadov batafsil ma'lumot beradi. Bugun biz butun dunyo bo'ylab birgalikda ishlashni istasak, umumiy til, ya'ni ISO standartlari tilida gaplashishimiz kerak. ISO bu 170 dan ortiq davlat a'zo bo'lgan, har sohada sifat, xavfsizlik va barqaror rivojlanishni ta'minlaydigan xalqaro tashkilot hisoblanadi. Bugungi global iqtisodiyotda passiv tomoshabin emas, balki faol ishtirokchi bo'lish muhim rol o'ynaydi. ISO standartlarini shunchaki qabul qilish yetarli emas, ularning yaratilishida qatnashishimiz kerak. Bu nima degani? Agar siz ishlab chiqaruvchi, muhandis yoki ilmiy xodim bo'lsangiz, xalqaro qo'mitalarda o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Standartlarning matniga ta'sir qilish orqali. Bu qanday amalga oshiriladi? Albatta, standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitalar orqali. Hozirgi kunga qadar ISOda 800 dan ortiq turli sohalarda texnik qo'mitalar faoliyat yuritmoqda. Agar 2024-yil boshida respublikamiz atiga 36 ta ISO texnik qo'mitasida kuzatuvchi bo'lgan bo'lsa, 2024-yil yakuniga kelib ushbu ko'rsatkich 239 taga yetdi. Shuningdek, 17 ta texnik qo'mitada to'laqonli a'zolikka erishildi. Bu katta yutuq, biroq hali ish endi boshlanmoqda. Muammo shundaki, bu qo'mitalarda ishlab chiqaruvchilar, xususiy sektor va ilmiy muassasalardan ishtirokchi hali ham yetarli darajada emas. Shu maqsadda hukumatimiz tomonidan 2025-yil yakuniga qadar 20 mingta tadbirkorlik subyektlarida sifat bo'yicha mas'ul mutaxassislarni o'qitish vazifasi qo'yilgan. ISO texnik qo'mitalarida ishtirok etish nimalar beradi? Xalqaro standartlarga ta'sir qilish imkoni. Masalan, siz talablarni qabul qiluvchisi emas, yaratuvchisiga aylanasiz. Mahsulotingiz va ishlab chiqarishingizga mos amaliy standartlarni shakllantirishda sizning so'zingiz eshitiladi. Texnologik tendensiyalarni birinchilardan bo'lib bilish, yangi standartlar, bu yangi texnologiyalar, xalqaro tajriba va bozor trendlarini asosi hisoblanadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF 16-son farmoni bilan O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirish maqsadida xalqaro standartlar bo'yicha quyidagi aniq vazifalar belgilangan. Sohalar bo'yicha amaldagi 3074 ta standartning JST talablariga mosligini qayta ko'rib chiqish hamda sohalardan kelib tushgan takliflar asosida 1700 ta xalqaro standartini milliy darajada qabul qilinishi. Keltirib o'tilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, bugun xalqaro standartlashtirish tashkiloti faoliyatida O'zbekistonning bosqichma-bosqich rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, sezilarli o'z o'rni va mavqei bor. Bugungi asosiy e'tibor milliy standartlashtirish tizimini xalqaro amaliyot bilan uyg'unlashtirishga, mahsulot va xizmatlar hamda ishlab chiqarish jarayonlarining sifati, ularning tashqi bozorda raqobatbardoshligi oshirilishiga qaratilgan. Umuman olganda, standartlashtirish tizimini takomillashtirish yo'nalishida boshlangan va amalga oshirilayotgan xatti-harakatlar O'zbekistonga jahon mahsulot va xizmatlar bozori bilan faol hamkorlik qilish va iqtisodiyotni samarali rivojlantirish imkonini beradi.